Bu bizning yangi tuzilib kelishi ova iginchi xazaystosi bo'lsa, xazaystovni bizga oldik. Bütün ejetlari bilan birga biz ishlay boshlaganda endi pogoloviyani восстанавливать etamiz. Biz ishlay boshlagan vaqtda bunda jiddiy tursiz savollari hozirgi vaqtda o'sha bo'lgan kormani durust etib oshatib, sıyırlarni stadida оборотын durust etib o'zgartib, razdoyga, высокодойныйga qo'yib, spatni, запускni kelib, suxosta gruppalarini kelib, to'liq oshatib bilan endi durust etib kelib, biz ani 14 litrga mingirdik bugungi kunda. Bizning bugungi kunda 626 bosh, bizning endi plan şu bir yıl içinde 1000 boşqa tuturu seyirlarni. Bizning bu seyirlarni 1000 boşqa tuturu uchun bütün mümkünlikler de var. Bizning kunda 500 boş tonabız var. Mana shularni akirnakna qoplab kelamiz. Tarışabız endi turuviy qoplarga tonalarni. Bugungi kunda mana alar kötüde şu vitamin jeyip tezroq ugus surasini uchun endi ugus suramaganlar veslari o'tib ketganlarin, ugus suramış yurganlarin Erkeklerine masaj yapıyoruz da istirafan kazıp turuvi kaplarını iştirabız. Bizim uğuzlar pakkamında ezeli. Bizim bulgan uğuzlarını elektrik xazayistövünde zarpat şotundan halkka toratıp bargan. Bizim bu kunda indi akşanı nalişini zarpatı veremiz. Biz kelgende bunda uğuz tonalarda uğuz işledik. Uğuzunu polностью bitirdik. Bizim bütün tonalarda da sırlarda da искусственное осеменение, ректосервикальный метод bilen kaplıyoruz indi. Европейский метод. Tonalar için de serdikte de olayda da çeşme başta da standaklar işlep koyduk. Şu standak uğuz sırağından şunda kirtip bizim asimetrlar kaplılar. Bizim bugün günde çeşme baş bile oday firmasında уже полноценный, bizim burada ikisinde de süt savalar, süt savatıran firmalar indi. Serdik bile gelecekte serdik bile kanı dağın şu süt savatıran ayıtıp tergizirge hesap indi. Şu tonalar hesabına. Gelecekte özümüzün atkormasında Agaloviyni buldirabız endi berganmiz. Ana hozir shuning uchun buzovlarni zarpatli haqına ülashmasga, только o'gizlarni полноценный vesiga yetkirib, 450-5 sentlarga yetkirib, iti to'yini bizning. Maqsad shunday. Bizning mana buzovlar to'shirinde şu халатный метод содержания deb aytamiz, xamayis deb aytamiz. Shularni qishqa әзерләү nisbatinden alarını veş boşatу için mana o'zimizga shunda letniy лагерь жасап qo'ydik. Bizning sıyırlar полностью utarda buzovlar, alarga ayrim bokslar buldirdik. Hem buzovlar dag'am shu tishda letniy лагерьda bir kletkada 6 buzov etib jeyamiz. Alarga endi shu shirda bizning 3 oy xamayis халатный метод содержания зданиялары yo'l etib, alarga shis tartilib, dezinfeksiya solib qo'yilacak endi hozir. Bizning bu tirlikchilikda o'zimizning texniklar ayrim, bular sheshuga da olinmay, bular uborkaga da olinmay, griferni tiyi turgan bizning traktor bor. Tiyagi şimdi ham bir traktor kondist bilan mikser bilan butap beramiz. Bizning endi ayrim pishan, ayrim foraj, ayrim sinaj oshirib degan biri, только monokorm o'sha butap rizqni beramiz endi. Bizga bugungi kunda rayonning administratsiya tarafından da silxoz upravleniya tarafından da yordamlari bek ko'p. Ular bizning kengash bilan qatna so'yin keladilar. Hali mana uyushib ketgan vaqtda kun so'yin bunda bo'ldilar. Hozir mana ular bizga endi obeshaytdilar. Germanskiy metodika bilan полностью rasionni o'zgartib yangi boshdan tuzargan. Avul xo'jaligida bu krizisning бар деп айта алмаймын, потому что кеше ипи ашамыйча тура алмай. Авыл xo'jaligында ипи значит ипи булгачан сүт дә була тиеш, ите дә була тиеш. Бу әйбер авыл xo'jaligына калганлар дип уйлыйм.